Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari Amerika hukumati va majlisining o'z ichiga olgan bir qism Yevropa davlatlari tomonidan e'tirof qilinib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirishlar davom qilayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xitoyni ayblayotgan bo'lsa-mu, ammo O'rta Sharqdagi musulmon davlatlari Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, Xitoyni oqlash siyosati yurgizib kelmoqda. Hozirgacha hech qanday bir arab davlati va yoki islom konferensiyasiga o'xshash xalqaro islom davlatlari tashkilotlari Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratgan bu qilmishlarini to'xtatishga chaqirib boqmagan. Sentabr oyida Xitoy elchixonasining oldidagi namoyishda soqchilar tomonidan ilib ketilib, tutib turilayotgan Irshod Ibrohimning soti 21-dekabr kuni ilib berilgan bo'lib, ochiq sotga shu joyda turishlik aktivistlar qatnashgan ekan. Xitoy ig'dorchilikdagi ombibop sin bahrilash detali TikTokning Amerika qit'asi ommaviy siyosatining mas'uli Bekman CNNning ziyoratini qabul qilganda, Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qilgan muomalasining rostligini so'raganda qayta rad qilgan. Bekman CNN riyosatchisi Taburning ziyoratini qabul qilganda, uningdan sizningcha Xitoy hukumatı Uyg'ur va boshqa musulmon davlatlarning jazo lagerlariga o'rinlashtirdi deb qaramsiz deb so'raganda, Bekman alayda ko'ngil bo'lmagan deb javob bergan. Riyosatchisi ikkinchi qitim qayta Xitoyning Xinjiangdagi kishilik huquqi daxl taruz qilganligini o'ylamaganligini so'raganda, u yanil bevosita javob berishdan o'zini qochirib, "Men Xitoy ishlari mutaxassisi emas. Shunga men u sohaga alohida diqqat qilmayman" degan. Shundaqla atalmish Xinjiangdagi jazo lagerlari to'g'risidagi yozmalarni rad qilib, har qanday mazmun hech qanday hukumat uchun tekshirilmaydiganligini bildirgan. Yaqinqi bir necha yilda TikTokning qo'llanishi shiddat bilan oshganlikdan Amerika parlament a'zolari va bexatarlik mutaxassislari Xitoy boshqaradigan ijtimoiy aloqa supasini tekshirish orqali o'zlarining davlat va shaxs shundaqla bolalarning bexatarligi tahdid bo'lganligini aniqlab, davlat tavalligida ishiltishdan ogohlantirib, hukumat o'rinlarida bo'lsa qat'iy cheklashga boshlagan. Xitoy hukumatining Xitoy virus yuqumini nolga tushirish qamal siyosati to'liq mag'lub bo'lgandan keyin to'liq ichivich siyosatini yo'l qo'yishga majbur bo'lgan. Ammo bu siyosatni yo'l qo'yib uzun o'tmay Beijing, Shanxay, Wuhan qatorliq shaharlarda yuqumlar biroqli ko'payib, kasallarga dori va karvat yetishmaslik ahvoli ko'rilgan. Yuqumdorlarning o'lish nisbati shiddat bilan o'rilgan. Xitoyning ijtimoiy aloqa torlarida bu hodisa Covid yuqumi dengiz toshqini deb atalgan va 60 yoshdan oshgan yuqumdorlarning davolanolmay o'layotganligi, o'lganlarni ko'ydirishga navbat tegmayotganligi haqida uchurlar tarqalgan. Taratqular chiqayotgan xabarlar tahlil qilinishicha, Xitoy hukumatı aslida iqtisodni qutuldirish uchun qamal siyosatini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, Xitoy virus krizisiga yo'liqqan bo'lib, Xitoy hukumatı iqtisodiy xizmat yig'in ichayotgan kunlarda Beijingda odamlar Xitoy virusi sababli tez suratda o'lishga boshlagan. Xitoyda hozir ig'irlashayotgan yuqum ofati 2020-yili yuqum yamirigan Wuhanning qo'rqinchli ahvoliga o'xshab ketadigan bo'lib, Xitoy hukumatining qamal qilsa biroqli qamal qilib, bo'shatsa biroqli bo'shatishi va buningga hech qanday oldin tayyorlik qilmasligi ofat xarakterli oqibatni keltirib chiqargan ekan. Washington pochtasi gazeti 20-dekabr kuni bu vaqtda Xitoydagi Xitoy virus ofati dunyoviy ofatga aylanish mumkin nomli bir xabar e'lon qilgan bo'lib, navbatda qirlarga bakrak hujum qilgan bu virusning shakl o'zgartib tez suratda yamaraydigan ajallik virusga aylanish ehtimoli bor ekan. Shundaqla Beijingdan boshqa shaharlarga, hatto chet ellarga yamarab, 3 yil burungi Xitoy virus yuqum ofatini qayta paydo qilishi mumkin ekan. Xabarda bildirilishicha, mutaxassislar Beijing qatorliq shaharlarda o'layotganlarning soniga asosan kelar yilning 5-gacha Xitoyda 1 million, hatto undan ortiq odamning o'ldiganligini mo'ljallangan. Xitoy hukumatı qirlarga vaksina urish planini jakarlagan bo'lsa-mu, uni ijro qilish yoki qilmaslikda bir qarorga kelolmagan ekan. Xitoy hukumatining vaksina import qilishni rad qilib, o'z vaksinasini ishlatishi va uning unum bermasligi Xitoydagi o'lim nisbatini texim ig'irlashtirdi ekan. Xitoydagi bu yuqum ofati mush sur'atda davomlashsa, Xitoyning iqtisodi texim ig'ir zarbaga uchrab qolmay, butun dunyomi bu ofatning zinaga uchraydi ekan. Xitoyning G'arbni keng ko'lamli ichish strategiyasidan keyin ilib berilgan G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi 20 yil o'tgan bugungi kunda asladagi bir liniyadan 4 liniyaga kengaytirilgan. Xitoycha Tangirtog' to'rining 21-dekabr e'lon qilgan maqolasidagi ma'lumotlarga qaraganda, G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi 2002-yili 7-oyda rasmiy boshlangan bo'lib, 2004-yili 10-oyning 1-kuni ishga kirishtirilgan. Bu gaz turbisi G'arbda Tarim o'ymonligidan boshlanib, sharqda Shanxaygacha tutashtirilgan bo'lib, 9 o'lka va shahardan o'tadi ekan. Umumiy uzunligi 4200 kilometr keldi ekan. Keyingi yillarda Xitoy hukumatı G'arbning gazini sharqqa yetkazish uchun yana 3 liniyani ko'paytirgan ekan. Bu 3 liniyani gaz bilan ta'minlaydigan manbalar Tarim o'ymonligidan boshqa yana Qinxay Saydam o'ymonligi, Sichuan o'ymonligi, chet ellardan Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston qatorliq joylar ekan.
Eng asosli tabiiy gaz manbasi yana tarım o'ymonligi bo'lib, bu yil oktyabr oyining 5-da tarım o'ymonligining kunlik gaz ishlab chiqarish miqdori 100 million kub metrdan oshgan ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning o'rta tuzlanlik va sharqiy dengiz bo'ylaridagi o'lkalarda yashaydigan 500 million Xitoy fuqarosi g'arbdan to'shilgan tabiiy gazdan eng ko'p bahramand bo'lgan. Chunki bu rayonlarda ko'mirdan bulg'inish zo'r darajada azaygan. Ko'rinib turibdiki, Xitoy hukumatı Sharq Turkistonning tabiiy gazini 20 yil ilib, uningdan ehtiyojini qondira olmay 4 liniya bo'yicha Xitoy өлкәләргә дәвамлы tabiiy gaz маңдырган. Ичкәре Xitoy өлкәләре пакиз энергиядан бәһраман булган. Әмма Шәрq Түркстан Xitoy буенча экологиялык мөхите бузылган ва һавасы әң булганган районга айланган. 21 dekabr kuni Ukraina prezidenti Zelenskiy Amerikani tuyuqsiz ziyorat qilib, Oqsaroyda prezident Joe Biden bilan ko'rishdi. Bu Zelenskiyning Rossiya-Ukraina urushi partilgandan buyon tunji qitim Ukrainadan ayrilishi edi. Zelenskiy Amerikani ziyorat qilishga asosli maqsadining Ukrainaning mudofaa iqtidorini texnik ko'p qo'llash va kuchaytirish. Bo'libmi Rossiyaning uda boshqarilgan bomba hujumidan keyin Ukrainaning hozirgi qish faslida suv yetishmaslik va tok to'xtab qolishga duch kelganligini, xalqlarning qattiq sovuq kunda qolganligini bildirgan. Amerika prezidenti Joe Biden Ukrainaning mudofaa iqtidorini, bo'libmi uning havo mudofaa iqtidorini davomli kuchaytirib, vatanparvar havo mudofaa sistemasi bilan ta'minlaydiganligini bildirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qishning sovuqini qurol qilib, suv va elektr torini nishonlab, Ukraina fuqarolarining irodasini ojizlashtirmoqchi deb aybladi. Bu mu g'arb davlatlari hozir qadar Ukrainaga ta'minlagan eng ilg'or boshqariladigan bomba sistemasi ekan. Amerika parlamenti kelar yili davlat mudofaa xomchotidan Ukrainaga yordam berish uchun 45 milliard dollar ajratishni planlagan. Zelenskiy yana Amerika parlamentiga berib nutq so'zlash orqali texnik ko'p iqtisodiy yordamga erishish uchun tirishmoqda ekan. Hamda Ukraina oldingi sepidagi askarlarining mudofaa sepini saqlab kelganligini, hargiz taslim bo'lmaydiganligini ta'kidlab, urushning oldingi sepidagi Bagmut shahrida urush qilayotgan ofitser jangchilarning imzosi bilan to'lgan bayroqni Amerikaning muavin prezidenti Harrison Harris va Avam palatasining boshlig'i Pelosiga topshirib berib, bu bayroqni Ukraina armiyasining g'alabasiga simvol qilinganligini aytgan.